nodavlat oliy ta'lim muassasasiga hujjatini topshirsammikin, yo'qmikin deb o'ylanib turgan va bu yil nodavlat oliy ta'lim muassasasini tamomlayotgan bitiruvchi yoshlarimiz uchun muhim huquqiy ma'lumotni aytib o'taman. Ta'lim to'g'risidagi qonunning 31-moddasiga ko'ra, davlat ta'lim standartlari va davlat ta'lim talablari asosida ta'lim xizmatini ko'rsatuvchi nodavlat ta'lim tashkilotlari bitiruvchilariga davlat tomonidan tasdiqlangan namunadagi diplomlar taqdim etiladi. Shu sababli davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasasining diplomlari bir xil yuridik kuchga ega bo'lib, faqat nodavlat oliy ta'lim muassasasini tamomlagani uchun fuqaroga nisbatan cheklov qo'llash qonunga zid hisoblanadi. Agar ish beruvchi aynan nodavlat oliy ta'lim muassasasi diplomi mavjudligini vaj qilib ishga qabul qilishni rad etsa, bu qonuniy rad etish hisoblanmaydi. Agar fuqaro o'z huquqlari buzilgan deb hisoblasa, sudga murojaat qilib, yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni undirishi, talab qilishi mumkin hisoblanadi. Do'stlar, shu sababli hujjatlaringizni qo'rqmasdan nodavlat oliy ta'lim muassasasiga topshirib, bitirayotganingizda davlat tashkilotlari va xususiy sektorlarga borib, bo'sh ish o'rinlariga ishga qabul qilishni ish beruvchidan so'rashingiz va kerak bo'lsa talab qilishingiz mumkin hisoblanadi. Sog' bo'ling, kerakli ma'lumotlarni o'tkazib yubormang. Telegram kanaliga albatta a'zo bo'ling.